O'zbekiston Ekologik partiyasi, Greenleaf Eko jurnali hamda Buchon universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolanmoqda. Shuningdek, marosim doirasida talabalar festivali ham tashkil etilgan bo'lib, unda ta'lim, ekologiya va yoshlar tashabbuslari markaziy o'rin egallaydi. Toshkent shahridagi Buchon universitetida davlat tuzilmalari, diplomatik korpus, xalqaro hamkorlar va akademik doiralar vakillarini jamlagan Buchon kelajak festivali xalqaro loyihasining tantanali ochilishi bo'lib o'tdi. Tadbirda so'zga chiqqanlar zamonaviy ta'limni rivojlantirish, xalqaro hamkorlikni mustahkamlash hamda ta'lim va sanoat integratsiyasini yo'lga qo'yishning dolzarbligini alohida ta'kidladilar. Aynan bu kelajak festivalida yoshlarimizga bo'lgan imkoniyatlarni yoritib berishdi, aynan innovatsion ta'limni yoritib berishdi va shu bilan birga uch tomonlama kelishuvga erishdik. Aynan bugun prezidentimizning tashabbuslari bilan yashil makonni rivojlantirish maqsadida daraxt ekish tadbirimizni ham bugun o'tkazamiz. Ko'zlangan maqsad aynan eko madaniyatni rivojlantirish. Kelajakni birga yaratamiz shiori ostida o'tkazilgan festival dasturida eng yaxshi talabalar loyihalari ko'rgazmasi o'tkazilib, unda multimedia, IT, dizayn va startaplar yo'nalishida innovatsiyalar namoyishi bo'lib o'tdi. Shu bilan birga ta'lim dasturlari taqdimotlari, master-klasslar hamda yangi fakultet va laboratoriyalar bilan tanishuv, talabalar va ish beruvchilar o'rtasida bo'shish o'rinlari yarmarkasi tadbirda muhim ahamiyat kasb etadi. Festivalning madaniy dasturi doirasida Navro'z sayli tashkil etilib, unda Buchon universiteti turli fakultetlar talabalari o'rtasida bir qancha davlatlar madaniyatlarini aks ettiruvchi ko'rgazmalar bellashuvi va musiqiy chiqishlar taqdim etildi. Italiyani milliy taomlari, ularning milliy odatlari, hamma mana shunaqa narsalarni bitta ko'rgazma, bitta mana shu stolda ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bugun bizda 7 ta 8 ta fakultetimiz xuddi shunaqa narsa tayyorlaydi. O'ylaymanki, Italiya shu musobaqada yutib chiqadi. Yashil makon umummilliy loyihasini rivojlantirish maqsadida hamkorlar birgalikda daraxt ekish marosimini o'tkazishdi. So'ng O'zbekiston Ekologik partiyasi, Greenleaf Eko jurnali hamda Buchon universiteti o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolanib, bir qancha kelishuvlarga erishildi. Bugun Toshkent shahridagi Buchon universitetida xalqaro festivalda ishtirok etyapmiz va mana shu xalqaro festival doirasida biz O'zbekiston Ekologik partiyasi markaziy kengashi, Buchon universiteti va Greenleaf Eko jurnali bilan uch tomonlama hamkorlik memorandumi ham imzoladik. Barchamizga ma'lumki, bugun mamlakatimizda ekologiya mavzusi juda ham dolzarb ahamiyat kasb etyapti. Bugungi biz imzolayotgan mana shu memorandumda ham tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish g'oyalarini ko'proq odamlarga yetkazish, targ'ib qilishni maqsad qilganmiz. Festival nafaqat talabalar va industriya yutuqlarini namoyish etdi, balki yangi karyera imkoniyatlarini ochuvchi innovatsion ta'lim formatlarini taqdim etish maydoniga ham aylandi.